Güzel buldun bu. Assalomu alaykum. Güzel buldun mu? Seni qarashadi. Oldu qo'yibdi. Hammasi yaxshi. Hasan abi Turkiyadan bu Jallovotda ofisda glavniyda. Bu yerjam Bishkekda ishlaydi, Dixon kompaniyasida. Bu yerga o'zi Samarqanddan kelgan. Hozir azmasi o'zi jonimda aytib beradi, qanday bu Dixon kompaniyasiga kelib, Dixon kompaniyasi bilan ishlayotganini hozir o'zi Sayragul ejamen bular azmas suhbat olishadi. Xush kelibsiz. Bizning ofisga. Biz Jamila açılıp, o'z-o'zida ma'noyimiz o'ta ko'tarilib, shu kompaniyani kelganimda o'ta quvonchdaman. Shu sizdan men so'rag'im keladi, shu kompaniyaga siz qanday yo'l bilan kelib qoldingiz? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Dixon oila, hurmatli Qirg'iziston Bishkek jamoasi, hamkorlarimiz, assalomu alaykum ustoz. Men sizlar bilan ko'rishga O'zbekistonning Samarqand regionidan yetib keldim. Ochilish marosimiga yetib keldim o'zi. Men juda ham xursandman. Qanchalar odamlarni o'sha og'irini yengil qilib, dardlariga darmon bo'lib, mana shu o'zimizni mahsulot bilan butun dunyoga tanilib, har bitta kirib borgan xonadonga baraka kirib boradi Dixon bilan. Sog'lik birinchi o'rinda, salomatlik, baxtni targ'ib etadi. Asosan datolimning ham asosiy niyatlari shu bo'lgan. Birinchi o'rinda sog'lik, keyin baxt, farovonlik, keyin siz xohlasangizgina Dixonni daromadlaridan foydalanasiz. Biz qaysi kompaniyada ekanligimizni yaxshi bilib oldik. Datolim shunaqa chiroyli bizga tizim yaratib berganlar, u tizim butun dunyo Dixonchilarini birlashtiradi. Biz butun oilamiz. Biz Dixonda ozodmiz. Biz Dixonni produktasini, nafaqat ganadermasiga bo'lgan muhabbati bilan oilamizni yaratdik. Bu bizning O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha, O'rta Osiyo bo'yicha, butun yer jahon hamma davlatlar bo'yicha tan olingan eng zo'r naturalniy kompaniya, naturalniy produktlar hammasi zo'r. Mana endi bu kompaniyaga kelib mamnun iste'molchi bo'lib kirib kelishimga sabab meni sog'ligim. Meni sog'ligim. O'zbekistonda men ancha yillar davolanganman. Samarqandda ximiya terapiyalar olganman. Asosan menga diagnoz ko'krak saratoni qo'yilgan. Ko'krak saratoni bilan men har ximiya olganimda immunitetim tushib, davleniyam ham tushib, keyingi ximiyalarga holim yo'qda endi. Shu ahvolda O'zbekistonda ancha yil davolandim, lekin qilmagan, ko'rmagan joyim qolmadi. O'zimizda o'sha giyohlardan foydalandim, kerak bo'lsa endi tabobatdan foydalandim, meditsinadan tashqari. Juda ham ahvolim og'irlashib qolgandan keyin sizni o'sha qaysidir ma'noda bo'ldi. Endi hammasi Xudodan, qo'limizdan kelganini qilib berdik degan gaplardan keyin Hindistonga borishga menga yo'llanma oldim. Hindistonga bordim. Men davolangan joy asosan Akash Healthcare, New Delhida. Uyga borganimdan keyin tashxislarim yaxshi chiqmayapti. Butun tanaga metastaza bergan, tana charchagan, immunitet past, даже o'pkalagacha metastaza bergan. Juda ham og'ir ahvoldaligimda menga o'sha taskin bo'lgan Dixon